Nihoyat Chempionlar Ligasining nimchorak final qur'asiga yakun yasaldi va bizni chinakam futbol jangi kutmoqda. Grantlar bir-biri bilan to'qnash keldi, kutilmagan juftliklar paydo bo'ldi. Bugun biz siz bilan har bir o'yinni tahlil qilamiz va chorak final yo'lida kimlarning imkoniyati yuqori ekanini aniqlaymiz. Real Madrid va Manchester City yana raqib. Barselona Angliyaga safar qiladi. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Real Madrid, Manchester City. Yana o'sha jang. Real Madrid va Manchester City ketma-ket 5-yil play-offda to'qnash kelmoqda. Bu amalda erta final demakdir. Guardiola jamoasi barqaror bo'lishi mumkin, lekin Realning yangi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa boshchiligidagi Madrid jamoasini yechida hisobdan chiqarish eng katta xato. Favorit 50-50. Baribir City biroz ustunroq ko'rmoqda, lekin Madrid mo'jizalarini unutmang. Paris Saint-Germain, Chelsea. Amaldagi chempion Paris Saint-Germain uchun bu oson o'yin bo'lmaydi. Enzo Maresca boshligidagi Chelsea jismoniy jihatdan juda kuchli. Luis Enrique esa yana o'z taxtini himoya qilish kerak. Favorit Paris Saint-Germain. Ular jamoaviy o'yin borasida tajribaliroq. Newcastle, Barselona. Mana bu haqiqiy intriga. Newcastle uzoq tanaffusdan so'ng play-offga qaytdi va darrov Barselonaga duch keldi. Flick boshligidagi Barsa hozir Yevropada eng xavfli futbol o'ynamoqda. Favorit Barselona. Ularning hujum chizigi Newcastle himoyasini parchalab tashlashi mumkin. Bayer Leverkusen, Arsenal. Arteta va Xabi Alonso, ikki do'st va ikki strategning jangi. Arsenal bu yil yechida juda ishonchli harakat qildi. Bayer esa o'zining reborn xarakterini ko'rsatishi kerak. Favorit Arsenal. Kanonerlar tarkib va barqarorlik bo'yicha ustun. Boshqa juftliklar. Shuningdek, bizni Galatasaray, Liverpool, Atalanta, Bavariya, Atletico Madrid, Tottenham va Bodø/Glimt, Sporting kabi qiziqarli o'yinlar kutib turibdi. Liverpool Istanbulga qaytadi, Bavariya esa Italiyada sinovdan o'tadi. Xullas, mart oyida bizni uxlashga qo'ymaydigan o'yinlar kutmoqda. Mening taxminimcha, bu bosqichdan City, Barsa va Arsenal qiyinchiliksiz o'tadi. Sizningcha Yevropa Chempionlar Ligasining bu yilgi qora oti kim bo'ladi? Taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Futbol bilan qoling.